Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barchalaringizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilaganda ushbu ozgina pand nasihatimni sizlarga aytmoqchiman. U ham bo'lsa-kim Parvardigor olamning har qadamda, har joyda mo'jizasini ko'raverasiz. Bir inson aytibdiki, olimdan so'rabdiki, ey birodar, Alloh taolo bor bo'lsa biron bir mo'jiza ko'rsatsin debdi. Unga javoban olim aytdiki, yer yuzida bironta mo'jiza bo'lmagan narsani san ko'rsatchi menga deb. Demak, dunyodagi har bir qadam, har bir joyda Alloh taoloni mo'jizasini ko'raverasiz. Alloh taolo bir insonni sog' qilib yaratgan, bir insonni uzun, birisini kalta, birisini cho'loq, birini mayib qilib yaratgan. Bularning hammasi Alloh taoloning mo'jizasi emasmi? Sog' salomat yuribsiz, tunda uxlab, ertalab sog' salomat yuribsiz. Kuni bilan ishlab sog' salomat uyingizga boryapsizmi? Shuni o'zi mo'jiza emasmi? Endi yana bitta ibratli voqeani aytib bermoqchiman. Mana kitoblarda yozilishicha, chayon farzandlarini dunyoga keltirgandan keyin farzandlari uchun o'zini qurbon qilar ekan. Ya'ni bolalari chayonni yeb bitirib oziqlanib, shundan katta bo'lar ekan. Qarang, ona o'zini jonini farzandlari uchun fido qilar ekan. Demak, chayonni bolalari ota-onasini yeb bitirganidek, insonning farzandlari ham chayondek ota-onasini yeydimi degan savol paydo bo'ladi. Bugungi kunda bilasizlar, har xil holatlar, har xil farzandlar juda ham ko'p. Ta'lim, tarbiya ko'rmagan, hunar, kasbi yo'q farzandlar bor. Kim? Demak, mana bu dunyoda ota yoshligida farzandga mehribon bo'lib, toychoq o'ynab qolsin, toychoq o'ynab qolsin, hali ishlaydi-da, hali bunga hunar kerak emas, qiynalib qoladi, bolam qiynalmasin, men qiynalganman deb farzandlarini qiynalmasligini xohlaydi. Vaholanki hammamiz ham qiynalib, og'ir mehnatlarni chekib mana shu darajaga yetganmiz. Shu darajaga yetguncha nimalar ishlar qilmadik, kerak bo'lsa mardikorlik qildik, kerak bo'lsa hunar ustalar bilan ishladik, kerak bo'lsa mol boqdik va hokazo. To'g'ri kelgan og'ir yengil ishlarni qilib, ilm o'rganib, ilm o'qigan davrlarda qancha kunlab och yurib, yupun kiyinib, natijada mana shu qiyinchiliklarni bosib o'tishligimiz natijasida Alloh taoloning marhamatiga sazovor bo'lamiz. Ammo endi ko'plar bolam qiynalmasin, o'ynab qolsin, bu mehnatimga shart emas deb haddan tashqari erkalatib yuborgan bolalarning qo'lida hunar yo'q. Kallasida ilm yo'q, kitob o'qimagan. Endi bugun 18-20 yoshga yetgan bir joyga kirib ishlaydi desa, ishlay bilmaydi. Umrida bir og'ir mehnat qilmaganligi uchun 8-12 soat bir joyda ishlab oylik olishga qanoat qilmayapti. Natijada nima qiladi? Ota-onani kuydiradi. Aroqxo'rlik qiladi, giyohvandlik bilan shug'ullanadi. Eng yomoni bugungi kunda yoshlarimiz ichida qimorvozlar ko'payib ketdi. Qimor o'ynaydi, internetda qimor o'ynab, ota-onasini bor yo'g'ini sotib, ota-onani xarob qilib, ota-onasini o'ldiryapti. Chayonni bolasidan nima farqi bor? U ham ota-onasini o'ldirdi, bu ham ota-onasini mana shunday. Ular yeb o'ldirsa, bu inson kuydirib o'ldiradi. Shuning uchun demak, biz doimo bitta narsaga ahamiyat beraylikki, farzandga rahm qilib, indamasdan qiynalmasin deb uni hunardan mosuvo qilmaylik, ilmdan mosuvo qilmaylik. Kerak bo'lsa hunarga majburlab beraylik, hunar o'rgansin. Hunar o'rgangan odam hech vaqt xorzorlik ko'rmaydi. Har doim mehnatga o'rgangan odam har qanday qiyin sharoitdan chiqib ketishni biladi. Ammo mehnatga o'rganmagan, bir ish qilib yurmagan yigitlarimiz juda ham ko'p qiynaladi. Ayniqsa domlarda, korobkada yashayotgan ko'p yoshlarimiz dalaga chiqmagan. Agar sigirni ko'rsa, buzoqni qo'ysa yoki bo'lmasa qo'y echkini ko'rsa qo'rqib qochadiganlari qancha. Sabab
ular bu narsani tafakkuriga, ongiga keltira olmaydi. Yoki bo'lmasa mana qo'y boqgin, mol boqgin, buni orqasida shuncha foyda bor desiz, men endi go'ngga botib mol boqamanmi, qo'y boqamanmi, undan ko'ra qimor o'ynayman deganlari juda ham ko'p topiladi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarga yoshlikdan mehnat qilishni o'rgataylik, zahmat chekishni o'rgataylik. Mana qishloq joylardan juda katta ishlaydigan ilmli insonlar ko'p. Buni sababini bir kuni so'rab surishtirdim-da. Bittasi aytdiki, bizda tumandan juda bunaqa ilmliklarning ko'pligini boisi maktab 3-4 kilometr uzoqlikda. Har kuni ertalab popga ko'tarib 3-4 kilometrga boradi, qaytadi. Erta tongda ota-onasi turg'izib mol boqtiradi. O'qishdan kelishi bilan yana mol boqadi. Endi hayotni shunday qiyinchilikni ko'rgandan keyin bu bolalar o'qiyman, agar o'qimasam bu tog'i toshlar orasida o'lib ketaman deb nima qilar ekan? Ilmga, mehnatga harakat qilib, natijada buyuk insonlardan biriga aylanar ekan. Shuning uchun demak bolalarni mehnatga o'rgatishimiz kerak. Ularni qiynalib qoldi deb turib, ularga rahim qilmaylik. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'taydi. Bugungi kunda ba'zi bir ishlarni qildirish uchun bir mardikor olishlikka bozorga borib turaman har zamonda. Shu mardikor tanlashda nimaga e'tibor qilaman? Ko'proq Surxondaryo bilan Qashqadaryoning yigitlarini tanlayman. Sababiki ular norg'ul, baquvvat, bir ishni qilsa halol qiladiganlari ko'p. Albatta ularning ichida yomonlari ham bordir, lekin men hali biron bir yomoniga uchramadim. Keyin birinchi marta mardikor bozoriga mardikor olgani borsak, bitta semizgina bir yigit chiqib qoldi. Men libo ishingizni qilib tashlayman, unaqa qilaman deb rassa olib qochdi. Hay deb obordik, kelishib aytdimki, uyda bir 5-10 ta kunda bor. Shu kundani kavlash kerak. Nech pul desam, shuncha pul dedi. Bo'pti, beraman. Shuni kavlaysan desam, xo'p dedi o'sha bozorda. Keyin kelib turin, hali joylarni, kundalarni ko'rsatsam, "Yo, bu men buni qila olmayman" dedi. "Asan yigit bu va'da berding-ku" desam, "Ya men bunaqa qiyinligini bilmagan ekanman. Ha bo'lmasa sizga javob deb keyin javob berib olib, o'rniga bitta Surxondaryolik yigitni olib keldim. U yigit ham bir 35 yoshlarda ekan, yarim kunda hammasini changini chiqarib tashladi. Ovqatni ham changini chiqardi. Nimaga buncha mehnat qiladi? Bilasizlar, Surxondaryoda, Qashqadaryoda sharoit og'ir bo'lganligi uchun ota-onalari vaqtida ishlatgan, hunar o'rgatgan, majburlab ishlatgan. Vodiyda ham xuddi shunday. Shunday ekan, demak, biz bu dunyoda qiynalib qolmaslik, turli buzuq yo'llarga kirib ketmaslik uchun farzandlarimizga yoshligida rahim qilmasligimiz kerak, balki ularga hunar, ilm o'rgatishligimiz lozim va lobuddir. Ertaga hunari yo'q, ilmi yo'q farzandimiz har joyda har xil ko'yga tushib yurmasin, aziz birodarlar. Endi bu hayot tajribasini ko'rganligimiz uchun buni bir diniy tashviqot emas, balki pand nasihat deb qabul qilasizlar. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni xorlik, zolliklardan o'z panohida asrasin. Hunarli, mehnatkash bo'lib, doimo el yurtni rahmatini olib keladigan insonlardan bo'lishligini Alloh taolo nasib ro'zi qilsin. O'zimizda ham hunarmandlar hech vaqt xor bo'layotgan yo'q. Kimda hunar bo'lsa, doimo aziz bo'ladi. Ammo hunarni ham, ilmni ham chala bilgan odam dunyoni qayerga borsa ham xor bo'laveradi. Qayerga bo'lsa ham nazardan qolib, qiynalib yuraveradi. Shuning uchun har bir ishni mukammal o'rganish kerak. Ilmni ham mukammal bilishimiz kerak. Hunarni ham mukammal bo'lishimiz kerak. Bittasi Jahon tillari universitetidan bitirib kelibdi. Endi uni tarjimonlikka qabul qilish kerak ekan. U qizil diplomga bitiribdi yana. Lekin ingliz tilini i harfini ham bilmaydi. Uni diplomi kimga kerak? Uni diplomi kimga kerak? Shuning uchun demak farzandlarni doimo hunarga, ilmda mukammal bo'lishlikka, ilmda mukammal bo'lishlikka o'rgatishimiz kerak. Mukammal, puxta, hamma tomonlama kuchli bo'lgan inson hech vaqt xor bo'lmaydi, och ham qolmaydi, hech vaqt nolimaydi. Shuning uchun farzandlarimizga eng go'zal ilm, hunarlarni o'rgatishdan charchamaylik.